Hozir bitta qiziq voqea bo'ldi. Bitta obyektga kirdim. 20 yillik o'rtog'imni ko'rdim. Ular gips yopishtiradi, tiyagiga gips. Endi oyoq shunaqa varikoz bo'lib ketdi. Endi ular faqat tikka turib ishlagan uchun nagruskada ishlagan, oyoq bo'rtib ketgan varikoz. Ko'ribchi qo'rqib ketdim, borman uni ko'rib. Shunda bitta gap gapirgim kelib qoldi-da. Mana shu uyda ishlab, ustida ishlayotgan hamma ishlayotganlarga iltimos, uylardagi ustalarning hurmatini joyiga qo'yinglar. Osh-ovqatini yaxshilab beringlar. Pulni o'z vaqtida beringlar. Uni ishida ayb qidirib, uni pulini kam berib yoki skidga so'rab, ularni qiynamanglar. Sababki ular sizlarning uylarda o'zining sog'lig'i 0.01% bo'lsa ham sog'lig'ini tashlab ketadi. Chunki ular biz ishlatayotgan narsalar hammasi zararli kimikal narsalar. Kraska pushti quritish ehtimoli katta bo'lgan narsa. Soch to'kadi, oshqozon funksiyasini buzadi. Allergiyani qo'zg'atadi changlar. Hamma smesni qo'yish, pakilovkalarda organizmda changiganning o'zi zarar. Zaxrada ishlanadi, bilsanglar agar. Ataplini yoqilmagan paytda ishlanadi. Bular revmatizm olib keladi. 40-45 dan o'tgandan keyin odam sog'lig'i yomonlashish boshlaydi ustalarning ko'pida. O'shaning uchun iltimos, mana shu uylarda ishlayotgan ustalarni xursand qilib chiqarib yuborsanglar, hammasi zo'r bo'ladi. Gapimni noto'g'ri tushunish yo'q.